Singlim yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bitta tovuq bir yilda nechta tuxum beradi? Buni odamlardan so'rab ko'ramiz. To'g'ri javob bergan insonga ekoferma tuxumlarini sovg'a qilamiz. Bitta tovuq bir yilda taxminan nechta tuxum qo'yadi? Men tovuqim bir kunda 3 tadan qo'yadigan bo'lsa 350 ta. Yo'q, u ham ko'pda. 315 ta emas. 310, 315 ta atrofida qo'yadi. Instagram ishlatasizmi aka? Siz bizni ekoferma sahifamizga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Shunisi xato bo'lgan ekan. Agar ekofermaga obuna bo'lganingizda 10 ta tuxum yutib olgan bo'lardingiz. Bitta tovuq bir yilda qancha tuxum qo'yadi? Siz shu taxmin ayta olasizmi? 280 ta. 280 tamam. Yo'q, topolmadim. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Bitta kichkina eksperiment olayotgandik. Assalomu alaykum. Kamerani olib qo'yay deyishyapti. Bitta tovuq bir yilda nechta tuxum qo'yadi? Bitta tovuq bir yilda Nechta tuxum qo'yadi? Bilmadim. Taxminan. Taxminan 300 ta. 300 ta. 300 ta bo'la qolsin. Ha. 300 ta to'g'ri javob topdingiz. Instagram ishlatasiz? Da. Ekoferma.uz bizni sahifamizga obuna bo'lsangiz, sizga sovg'a beramiz. Yo'q, obuna bo'lmaganman. Agar hozir obuna bo'lsangiz, sovg'a beramiz. Ha, bo'ldi, mana bo'laman. Bo'lish nima degan narsa? Bo'ldi. Aha, ekofermadan 10 ta. Rahmat. Sog' bo'ling. Qarasa kerak narsa. Rahmat Sog' ijodingizga. bo'linglar. Sizni tovug'ingiz bir yilda nechta tuxum qo'yadi? Javobini kommentariyalarda yozib keting.